Mirzo Ulug'bek tumani Maksim Gorkiy metrosining oldida bir xona ikki xona qilingan shu kvartiramiz ijaraga beriladi. Ko'rib turganingizdek sanuzel, bu yoqda shkaf. Xo'p. Oshxona balkonga ko'chirilgan. Ko'rishlar mumkin. Akkuratniy kvartira. Hamma mebel texnikasi bor. Kir mashina, gaz, bu yoqda mana mikrovolnovka, xolodilnik, spalni. Spalnida televizor bor, konditsioner bor, shkaflar bor. Bu yoqda televizor bor, konditsioner, divan, kreslolar bor hammasi. Kvartirada pilisos, dazmolon bor, qo'yib qo'yilgan. Narxi $500. 5 etajga domla 5-etajda joylashgan.